Assalomu alaykum, xayrli kun. Qizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugungi kuninglarni xayr va barokat bilan boshlab oldinglarmi? Ertalabda mana biz ham Yunusobod 11-kvartal 29-domga kelib, dastavka xizmatlari uchun mahsulotlarimizni qoldirib ketyapmiz va Yunusobod 11-kvartalda ham hamma mahsulotlarimizdan qoldirib ketyapmiz. Bemalol kelib olib ketishinglar mumkin. Keyingi istoriyada aynan sizlarga qaysi mahsulotlarni bemalol olishinglar mumkin bo'ladi. Bemalol videolar orqali ko'rib chiqsanglar ham bo'ladi. Bugun kuzatishda davom etib turinglar. Inshaalloh, Xudo xolasa, live videolarimiz ham juda ham ko'p bo'ladi. Kun juda ham sovuq bo'ladi. Og'zimdan chiqayotgan tutunni qaranglar. Ertalab bog'chaga chiqib ketyapmiz. Shunaqa tumandek ko'chalarda va shunaqa. Bugun balki havo ham yaxshi bo'lib qolar. No, hozircha kun sovuq. Junpaypolarni kiyib, mana yuribmiz biz ham. Sizlarning xizmatingizda. Inshaalloh olinglar, xayrli bo'lsin, eng asosiysi shifoli bo'lsin. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Keyingi istoriyani ko'rishda davom etib turinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz.